Yaxshimisilar do'stlar, men Nazahat. Men sizlarga yulduz turkumi to'g'riliq so'zlab beray. Endi har bir yulduz turkumiga bir sayyora kirgan vaqtda, masalan, hozir Yupiter qo'shkezak yulduz turkumiga kirdi. Bu qo'shkezak yulduz turkumi sizning yulduz turkumingizning qaysi xonasi to'g'ri keladi degan so'zlaymiz. Shundaqqa oldi bilan rad tartibi bo'yicha bo'lsak, yulduz turkumidan Qo'shqar yulduz turkumidan boshlaymiz. Yupiter Qo'shqar yulduz turkumining 3-xonasida. Qo'shqar yulduz turkumi 3-oyning 21dan 4-oyning 19-da tug'ilganlar. 3-xonandan qanday alaylik bor deganda, bir qo'saq yoki navri qarindoshingiz bilan bo'lgan munosabat, qisqa musofirlik sayohat, yangi narsa o'rganish. Sizning bu bir yilda ta'limingiz bir qo'saq yoki bir navri qarindoshlaringizdan, yaqin do'stlaringizdan, savodoshlaringizdan keldi. Siz hamda qanday ishingiz bo'lsa, shuni izlasangiz bo'ldi, ishingizga teksangiz bo'ldi. Ular sizga udil yordam qiladigan ahvol ostidami, cho'qim sizga yo'lni bo'lsin deb bera oladi. Endi bu yil shunga Qo'shqar yulduz turkumidalarning endi burun qarindoshlari bilan, do'stlari bilan, savodoshlari bilan qancha yaqin o'tganligini sinaydigan vaqt. Agar sizningki do'stlaringiz jiq bo'lsa, yo'lingiz jiq bo'ldi degan gap. Lekin siz bu bir yilning ichida yangi do'stlarni tutishni bilmaysiz. Burunqi do'stlaringiz albatta ular bilan ayrılishdan boshqa yana yangi do'stlarni ko'plab tutsangiz, ham xizmatingiz kelsak, balkim komandirovkaga jiqroq chiqishingiz mumkin. Siz bu jarayonda nurg'un kishilarni uchitsiz hamda shularniki yurish turishlari, hammasi dialektlari sizga bir hikoya sifatida ta'sir qildi, qiziqishingizni qo'zg'aydi. Balkim ashadagi bir yangi bir kurslar kirib qilishingiz mumkin. Ish qilib qandalomsiz sizniki qiziqishingizni qo'zg'aydigan ishlar ko'p bo'ldi. Mayli bu komandirovka yoki bu sayohat yoki qisqa muddatli o'qish, mayli 3 kunlik bo'lsin, 3 haftalik bo'lsin, 3 oylik yoki 1 yillik bo'lsin, balkim o'rganib boqqingiz keldi, bir yangi narsani o'rganib boqqingiz keldi. Bu jihatda siz bilan tang o'rtaq ilgirlaydigan do'st tutishingiz mumkin yoki sizningki aslida bo'lgan do'stlaringiz bilan bu yangi sizning qiziqishingizni tang o'rganib qolishingiz mumkin. Siz yana bu yil blog, podkast, yana bu video ishlashga turaddud qilib baqsangiz bo'ldi. Qo'shqar yulduz turkumi degan aslida shunchalik aqlli bir ishlarni ko'p o'ylab o'tamayli, ishni boshlaydi. Kishilarning endi men desam bo'ldi, o'zimni desam bir ishlarni boshlamagan bektas. Endi Qo'shqar yulduz turkumini bir ishlarni bek ishtik boshlaydi. Shundaqqa bu Yupiter Qo'shqar yulduz turkumiga kirgan vaqtda Qo'shqar yulduz turkumilarga nisbatan bu intanda bir yaxshi boshlanish bo'ldi. Bir narsa qiziqqan amon o'rganganingiz keldi, shuni qilib baqingiz keldi demak, shuni sizga bu yil blog yozsangiz, podkast yoki video tortib, ish qilib o'ylaganlaringizni to'g'ri ifodalab chiqara oladigan ishingiz bo'lsa, cho'qim qilib beqing. Bu to'g'riliq sizga fursat kelib qilishi mumkin. Agiz yoqdiman. Siz o'zingizningki mijozini intayin qizg'in bir ishlarni ko'p o'ylab o'tamayli, cho'qim boshlaysiz u ishni. Aldiga endi jiq o'ylab o'tamaysiz. Shundaqqa bu bir yilda Yupiter sizni intayin tegim jonlantirib yutadi. Endi muhabbatga kelgan vaqtda bo'ytaq bo'lsangiz endi yangi almashtirib degandek. O'zingiz tunishib qolgandan boshqa yana do'stlaringiz tunishtirib qo'yish mumkin yoki do'stlaringiz bilan birga chiqib mandaq o'taga vaqtda tunishib qolishingiz mumkin. Qanday bo'lsin, sizga tunishadigan odamlar bekchoq uchraydi. Endi buni desam, endi bu chiroy ya qurilish, badan qurilish jihatda balki ancha bek chiroyli emas odamlar bunga mavjud uchurmudi deyish mumkin. Endi o'zingizga diqqat qiling demoqchi. Chunki hozir Qo'shqar yulduz turkumi aslida haqninki birinchi ko'rinishi bakrak diqqat qildi. Qo'shkezak yulduz turkumi shu Yupiter kirib buni kuchaytirdi. Shunlashqa o'zingizdagi yurish turishingizga, mayli chiroyli bo'ling, sat bo'ling, qandal bo'ling, cho'qim ahamiyat bering. Chunki hozir birinchi ko'rinishingiz bek muhim. Ana lekin o'zingizdagi ishki hissiyotingizni ifodalasangiz bo'ldi. Lekin endi bu yil muqim birsini tutaman deb o'zingizni yoki boshqalarni aldab o'tgandan ko'ra, chunki siz birsini muqim tutsangiz yana boshqalar sizningki cho'qim diqqatingizni tortadi bu yil. Shunlashqa muqim birsini tutaman degicha eng yaxshisi jiqara qadam bilan tunishib, jiqara qadam bilan aloqa qilib, mijozni bilib beqing, o'zingizning to'mirini tutib beqing.